qanday qilib dividend, investitsiyada dividend orqali pul ishlash mumkin? Umuman dividend nima deganligi? Dividendlar bu agar oddiy til bilan aytsak, bu mana siz qanaqadir kompaniya bor, qanaqadir korxona, kompaniyada mana shu kompaniyani siz aksiyasini sotib olasiz, qanaqadir dolyasini, kichkinagina qismchasini sotib oldingiz. Вот. Все. Endi siz mana shu kompaniyani hamkori bo'lasiz endi. Mana siz, misol uchun, siz mana shu kompaniyani endi hamkori ofitsialni, chunki siz uni aksiyasini sotib oldingiz, bir qismini sotib oldingiz. Ba'zi kompaniyalar dividend to'laydi, dolya to'laydi o'zini mana shu hamkorlariga. Boshqa hamkorlar ko'p bo'lishi mumkin. Mingtalab, kimdadir 100 talab, kimdadir 1000 talab, kimdadir 10 mingta, kimdadir 100 mingta. Ko'p hamkorlar bo'lishi mumkin. Mana shu kompaniya daromad olgani bilan qanday ishi ketyapti, qanday yo'q, daromad olganida mana shu hamma hamkorlariga dolya to'laydi, foiz to'laydi, hammalariga bo'lib beradi. В том числе sizga ham. То есть siz kompaniyani aksiyasini sotib olib, siz kompaniyani sheriki bo'lyapsiz, hamkori bo'lyapsiz, sovladelec bo'lasiz. Sovladelec bo'lib, siz nimasiga ham, o'sha daromadiga ham haqqingiz bo'ladi. Kompaniyada ishi zo'r ketyaptimi? Значит, dividend ham ko'proq to'lashi mumkin, pul ko'proq to'laydi o'zini hamkorlariga. Ishi sust ketyaptimi? Kamroq to'lashi mumkin. Shu uchun biza тоже как раз kursda o'rgatamiz, qanday shunaqa kompaniyalarni saylash, tahlil qilish, prognoz qilish, чтобы ko'rish, чтобы shunaqa kompaniyalarni aksiyasini sotib olish, kimni ishi kelajakda zo'r ketishi mumkin, чтобы dividend ko'p olish mumkin uchun. Shunaqa strategiya bu, dividendni strategiya. Ba'zi odamlar mana shunaqa kompaniyalarni ko'p aksiyalarni sotib oladi. То есть mana shu kompaniya o'zi, давайте bunda yana boshda chizamiz. Mana siz mana shu siz. Siz mana shunaqa kompaniyalarni aksiyalarini sotib olishingiz mumkin. Bitta kompaniyada oldingiz, ikkita kompaniyada, uchinchida oldingiz, to'rtinchida mana shuni qilib, постоянно sotib borib olishingiz mumkin. Mana shu kompaniyalarni aksiyalarini har xil. Bu amerikanskiy kompaniyalarnikini olishingiz mumkin. Misol uchun Apple'mi, yana qanaqadirlar Google'mi и так далее. O'zbekistonlarnikinimi, Hamkor bankmi, Ipak Yo'l bankmi, Quartz kompaniya, har xil kompaniyalar. Вот. Faqat shunaqa kompaniyalarni saylaysiz, kim dolyani to'laydi. Hamma kompaniyalar dolya to'lamaydi, dividend to'lamaydi. Siz faqat shunaqalarni saylaysiz. Har kompaniyada kichkinagina qismcha dolya sotib olasiz. Buni даже 100 ming so'mdan ham boshlash mumkin. Hammasida kichkina qismchani sotib olasiz. Давайте mana shuni qilib qismlarni bunday qilib chizaman. Har kompaniyada qanaqadir kamgina qismcha sotib oldingiz. Buni sразу emas, например, mana sizda qanaqadir daromadingiz bor, oyligingiz. Har oy например, bitta ikkita aksiyalarni sotib olib yoki har oy 5% o'zingizni nimangizni oyligingizda mana shunaqa aksiyalarga sotib olishingiz mumkin, sarmoya qilishingiz mumkin. Mana shuni qilib ko'p aksiyalarni yig'orib keyin oxiri mana shu kompaniyalar daromad to'laydi-ku sizga, dividend. Чисто уже mana shu dividendlarga yashashingiz mumkin bo'ladi.
То есть hammalari mana shu foiz to'laydi, kimdadir ishi zo'roq ketadi, kimdadir sustroq ketadi, ну и так далее xullas. Вот. И ba'zi odamlar shunaqa strategiyani saylaydi, ular oldi sotdi qilmaydi aksiyalarni. Ular faqat bir martalab olib qo'yadi, yillab qoladi. Ba'zi odamlar даже keyin mana shu aksiyalarni как наследство bolalariga ham qoldiradi. Kelajakda bolalari ham mana shu kompaniyalarni просто foiziga yashaydi. Вот. Yoki даже agar, например, sizga qanaqadir qimmat narsaga резко pul kerak bo'lib qolsa, aytaylikki, to'y qilasizmi, moshina olmoqchimisiz, uy olmoqchimisiz, to даже keyin ba'zi aksiyalarni umuman sotib yuborishingiz mumkin. Qanaqadirlarni narxlari zo'r ko'tarilganlarni например, даже sotib yuborishingiz mumkin. Ana shunday qilib. То есть investitsiyada ikkita tomonda, ham nimada ishlaysiz, то есть foizda ishlaysiz, ham oldi sotdi qilib ham daromad qilishingiz mumkin. Mana shu dividendni strategiya deyiladi. Agar dividend, то есть чисто mana shu foizga